Kanati rostdan ham jamoamizga kerakmi? Hoziroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu yerda deyarli har kuni Real haqida gaplashamiz. Fransuz o'yinchi jamoamizga qo'shilgani bu deyarli tasdiqlangan ma'lumot. Va esinglarda bor bo'lsa, o'tgan yildan beri boshlab jamoamiz allaqachon unga qiziqish bildirayotgan edi. Eng asosiy sabablardan biri bu yoz erkin agent bo'lardi. Shuning uchun unga ortiqcha pul to'lab o'tirish ham kerak emas bo'lgan. Va ma'lumotlarga ko'ra, oktyabrning o'zida jamoa va o'yinchi kelishib olganidan keyin kutilmaganda Ibrahim juda yomon o'ynashni boshlagan va bu haqida o'sha davrlarda ham gaplashganmiz. Va martlarda u Liverpool bilan shartnomani deyarli uzaytirishga tayyor bo'lib turgan paytda kutilmaganda ular kelishuvga erisha olishmasdan oxiri fransuz o'yinchi erkin agent bo'ldi. Taktika jihatdan gapiradigan bo'lsa, u Mourinyoga to'g'ri keladigan himoyachi. Chunki uni bo'yi uzun, u baquvvat, jarohatlarni kam oladi. Bizda esa bu bilan katta muammolar bor. Xo'sh, Kanati haqida qanaqa fikrdasiz? Izohlarda yozib keting. Eng qizig'i, jamoamiz bitta dona himoyachi olmoqchi emas va allaqachon yana bir nechta nomzodlar bilan gaplashni boshladi. Agarda bu qaysi o'yinchilar ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga Kanati